Qabriston odatda ilonlar, chayonlar, azob va uqubatlar makoni. Chirib, irib, go'shtlar sasib yotadigan joy qabriston bo'ladi. Unaqa joyga oyat yozilmaydi. Toshga yozilmaydi. Umuman mumkin emas. Ertaga u tosh eskiradi, oyoq osti bo'ladi. Bu toshni olib tashlashga to'g'ri keladi. Toshga surat chizish, yana mutlaqo o'zi suratni o'zi shar'an harom. Endi qabristonga palonchi o'lgan bu yerda suratini qabr toshga chizib qo'yib qo'yish mutlaqo mumkin emas. Oyatlarni mutlaqo yozmaslik kerak. Bismillahirrohmanirrohim deb yozmaslik kerak. O'sha qabristonda o'zini odatiga muvofiq tosh qo'yib, raqamini yozib qo'yayotgan bo'lsa, yilini sanasini yozib qo'yayotgan bo'lsa, shuning o'zi kifoya. Boshqa hech narsa qabrga qo'yish kerak emas. Mutlaqo mumkin emas. Oyatlarni oyoq osti qilmaslik kerak. Oyatlar qabristondagi toshlarga yozilishi uchun nozil bo'lmagan, balki uning ahkomini o'qib o'rganib amal qilish uchun nozil bo'lgan. Uni mohiyatini, mazmunini tushunishimiz kerak. Aks holda oyat yozyapman-ku men nimasi yomon deysiz, aslida gunohkor bo'lib qolasiz. Chunki Alloh nozil qilgan oyatni Alloh man etgan joyga ishlatgan bo'lib qolasiz. Agar shuni yozish, shu qabr toshga oyatlardan yozib qo'yish mayyitga foydasi bo'lganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yozdirib qo'ygan bo'lar edilar. Holbuki u zoti muborakotning davrlarida mutlaqo qabr toshlari bunaqa holda bo'lmagan, hech narsa yozilmagan, oddiy toshni o'zi qo'yilgan xolos.